Teplitsadan ish so'ragan aka-opa singillarimizga 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan Moskovskiy oblastida yurgan akalarimiz tezda ekranda nomeriga telefon qilamiz. Chunki bizda ish bor. Teplitsada bodring pomidor yetishtirish yoki terish. Mana video jarayonida o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Mana shu bodring pomidorlarni terish kerak, shularni parvarish qilish kerak, xullas maza qilib ishlash kerak. Smenasi 3200 rubldan, yotoq joy, registratsiya borib kelish, 2 mahal ovqat mutlaqo bepul kompaniya hisobidan. Kimga mana shu ish ma'qul keladigan bo'lsa, tezda ekrandagi nomerlarga shoshilib telefon qilamiz. Joylarimiz soni cheklangan. Erkaklardan, ayollardan komnatalarda yashaydi. Yotoq joy juda ham ozoda, 200% garantiya beramanki, sizga yotog'i yoqadi. Bunaqa yotoq boshqa joylarda bo'lmagan. Chunki bu ish o'zimizning kompaniyaning ishi, Oxstaff kompaniyaniki 200% garantiyali. Oyliga bir oyda 2 marta, har hafta avanslari bor. Smenasi aytib o'tgandek, ishga chiqqan kuningiz 12 soat ish, 1 soat obed, 11 soat ish vaqtiga 3200 kuniga yozilib ketaveradi. Ishga chiqsangiz bo'ldi, chiqmagan kuningiz yozilmaydi. Shunaqa gaplar. Xo'p, yana nima qoldi? Ha, usloviyasini aytib o'tdim. Ish joyi Moskovskiy oblast, gorod Kashirada, katta, juda ham katta teplitsa. Buni adres lokatsiyalarini ekrandagi mana bu Olga yoki Tatyanadan bemalol telefon qilib, WhatsApp, Telegram orqali olishingiz mumkin. Iltimos, tezroq ulgurib qolinglar, joylarimiz soni cheklangan. Mana shu videoni do'stingizga, o'sha Rossiyada yurgan, musofirda yurgan, Moskovskiy oblast patenti bor bo'lib ishda bo'lmay yurgan aka-opa singillarimizga tezda videoni ulashib qo'yamiz va albatta like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, musofirda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Zuhriddin musofir kanali yangi ish chiqarishda davom etadi.